Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun keyingi mavzu haqida gaplashib o'tamiz. Bugun gaplashadigan mavzuyimiz definite and indefinite articles. Definite so'zi o'zbek tiliga aniq deb tarjima qilinadi. Indefinite bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tiliga noaniq deb tarjima qilinar ekan. Demak, article tushunchasi bu biz biladigan ko'plab tillarda mavjud emas. Ya'ni rus tilida article yo'q, koreys tilida article yo'q yoki bizning o'zbek tilimizda yoki mana shu turkiy tillarning hech birida article tushunchasi yo'q. Keling, birinchi article tushunchasiga ozgina ma'lumot berib o'tsam. Article bu e, qisqa harflardan iborat bo'lgan qisqa so'z hisoblanadi, lekin boshqa so'zlardan farqi nimada? Aynan tarjima qilinmasligi ham mumkin, lekin uni bitta funksiyasi bo'ladi. O'zidan keyingi keladigan ot haqida ma'lumot beradi. Ya'ni uni shaxs soni haqida, uning birligi, ko'pligi haqida yoki bo'lmasam uning aniqligi, noaniqligi haqida, tanish, notanishligi haqida va hokazo har xil ma'lumotlarni ifodalab kelishi mumkin artikellar. Endi ingliz xalqlari, mana shu Yevropa xalqlari juda ham bir aniqlikni sevadigan, aniqlikni yaxshi ko'radigan xalqlar bo'lganligi sababli artikellarga bularning tillari muhtoj. Agarda boshqacha ham qilib aytadigan bo'lsam, artikellar bu qo'shimcha izohni qisqartirish uchun ishlatiladigan bitta grammatik vositalardir. Bular aslida juda ham foydali. Buni endi o'rganmagan inson qiyin deb o'ylashi mumkin, lekin aslida bu bizni yo'limizni ancha qisqartirib beradigan juda ham foydali vositalar hisoblanadi. Endi qarang. Bizda definite va indefinite artikellar bor. Keling, bular haqida batafsil gaplashishdan oldin siz meni Instagramdagi sahifamga, YouTube'dagi va Telegramdagi sahifalarimga obuna bo'lib qo'ysangiz. Nima uchun? Demak, Instagramdagi sahifamda qisqa, qiziqarli va juda ham lo'nda bo'lgan ma'lumotlar yetkaziladi va uning stories bo'limida faoliyatimda yangiliklar, bonuslar, qanaqangi o'zgarishlar bo'lyapti, shular bilan batafsil ma'lumot olib borishingiz mumkin shular haqida. YouTube nima uchun? YouTube'da mana shunaqangi katta format bu, ya'ni uzun videolarni to'liq bitta mavzu to'liqligicha tushunib olishingiz mumkin YouTube videolarida. Telegram bu eng foydalisi, bu sizga juda ham tavsiya qiladiganim. Chunki Telegram messenjerida kanalim bor. U yerda siz mana shu mavzuga doir bo'lgan mashqlar, misollar, qo'shimcha materiallar, PDF versiya yoki doc versiya barcha ma'lumotlarni mana shu yerdan topishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ingliz tilini bemalol, bepul, sal hafsala qilsangiz bo'ldi, mana shu Telegram kanalida bemalol o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam definite, indefinite artikellar haqida batafsil gaplashib o'tsak. Demak, birinchi indefinite article haqida, ya'ni indefinite. Xo'p, indefinite so'zi bu o'zbek tilida nima degani? Demak, qarang. Indefinite o'zbek tiliga noaniq deb tarjima qilinadi. Noaniq. Va bu siz juda ham yaxshi biladigan artikellar hisoblanadi. Bular va n artikellari hisoblanadi. Bu ikkita endi funksiyasi bitta, aslida bularni bitta deb qarashingiz kerak. Bularni ikkita bo'lishligiga bitta sabab bor, uni hozir tushuntirib beraman. En haqida men adashmasam birinchi darsimda batafsil bu haqda tushuntirib berganman. Ya'ni en artikellari haqida batafsil ma'lumotlarni birinchi darsimda berib o'tganman. Mana shu grammatika playlistidagi, ya'ni YouTube'dagi grammatika 0 dan degan playlistga o'tasizda birinchi videoga kiradigan bo'lsangiz, mana shu yerda en artikellari haqida batafsil ma'lumotlar bor. Shunda ham qisqacha tushuntiraman. Demak, en artikli birlikdagi otlar oldida qo'llanadi. Qarang, har doim birlikdagi otlar oldida en artiklini qo'llashimiz shart. Qachon artikli qo'llanadi? Agarda so'zlarni birinchi tovushi harfi emas, e'tiborli bo'ling. Boshqa joyda harfi deb eshitgandirsiz, o'qigandirsiz, lekin u xato. Harfi emas, birinchi tovushi agarda undosh bo'ladigan bo'lsa, biz artikli bilan u birlikdagi otni qo'llashimiz kerak. Masalan, book mana. Birinchi tovush demak b. Ya'ni undosh tovush b. Yoki bo'lmasam pen. Demak, p bu yerda
undosh tovush hisoblanadi. Endi qachon en qo'llanadi? Mana bu en artikli. Agarda so'zlarimizning birinchi tovushi unli bo'ladigan bo'lsa, masalan, an apple. An apple holatida mana birinchi tovush a. Demak, bu a unli tovush hisoblanadi. Shuning uchun undosh bilan tugagan artiklni qo'llaymiz an. Yoki bo'lmasam an hour. Ko'pchilik o'ylaydi mana shu yerda, axir bu x bilan boshlanyapti-ku deb. Lekin yana boya aytganim, undosh tovush yoki unli tovush bilan boshlanishiga qaraymiz. Bu yerda aslida mana bu yerdan turib o'qilib ketilyapti. Hour tarzida x umuman o'qilmayapti. Shuning uchun biz bu yerda an nimasidan foydalanamiz? Artikldan foydalanamiz. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, bu yerda noaniqlik deganda nimani nazarda tutyapsiz deyishingiz mumkin. Ha, qiziq savol ham mana shunda. Nimaga biz buni noaniq artikl deymiz? Birlik bilan qo'llanar ekan. Noaniq artiklning ikkita funksiyasi mavjud. Qarang, ikkita funksiyasi mavjud. Bittasi birlik, ikkinchisi noaniqlik. Noaniq deyilishiga mana shu sababda aslida. O'zidan keyin faqat birlikdagi otni talab qiladi. Mana pen, book dedik, car yoki bo'lmasam apple, onion, university va hokazo. University so'zi bilan a artikli ishlatiladi, shuni biling. Demak, biz bu yerda nima qilyapmiz? Faqat birlikdagi otlarni qo'llayapmiz. Bu bitta funksiyasi, ya'ni qo'llanilishdagi maqsadi bitta. Endi yana bitta maqsadi bor, bu noaniqlik. Endi nima degani bu? Qachonki biz en artikli qo'llab, undan keyin ot qo'llaydigan bo'lsak, tinglovchiga bitta signal boradi. Ya'ni ingliz tilini biladigan inson bo'lsa, unga bitta signal boradi. Ha, menda bu ot haqida ma'lumot yo'q. Bu ot men uchun, ya'ni bu so'z, bu predmet yoki bu tushuncha har qanday narsa bo'lishi mumkin. En artiklidan keyin keladigan bu narsa men uchun 100% yangi. Ya'ni bu haqda hech qanday background bilimim yo'q. Background knowledge yo'q bu haqda deb tushungan bo'lishimiz kerak. Shunda biz noaniq artikldan foydalanamiz. Ya'ni bitta otni tinglovchiga noaniqlashtirib beradi. Ya'ni noaniq, bu haqda sen hali endi eshityapsan yoki bu haqda senda bilim yo'q, bu hali yangi. Masalan, hali sizga nima qilmagan bitta grammatikani ishlatishim mumkin. I bought a car. Men mashina sotib oldim. I bought a car. Men bitta mashina sotib oldim. Ya'ni bu en bitta deb tarjima qilinadi, bilasizmi? Bu yerda bought sotib oldim degani, I men degani. I bought a car. Men bitta mashina sotib oldim. Endi qiziq joyga qarangda. Bu yerda bitta qiziq narsa bor. A car qo'llaydigan bo'lsak, bitta yangi mashina, ya'ni sen bilmaysan uni qanaqa mashina ekanligini degan ma'noni bildiradi bu. I bought a car. Mana shu mashina haqida senda bilim yo'q, faqat mashina ekanligini bilasan. Rangini bilmaysan, rusumini bilmaysan, narxini bilmaysan va hokazo. Un turini bilmaysan. Tushunarlimi? Ya'ni en artiklidan keyin kelgan otlar bu tinglovchiga noaniq bo'lgan otlardir. Shuning uchun biz buni noaniq artikl deymiz. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Bu the artikli. The artikli, aniq artikl. Ya'ni definite article deymiz. Xo'p, aniq artiklning nechta funksiyasi bor? Bunda faqat bitta funksiya bor. Bu aniqlik. Aniqlik. Faqatgina aniq bo'lgan predmetlar bilan qo'llanadi. E'tibor bering, bu yerda agarda qachon qo'llanadi bu? Tinglovchi va gapiruvchi faqat mana shu the artikli qo'llansa, otdan oldin ikkalasi ham bitta narsani tushunadigan bo'lsa qo'llanadi. Ya'ni birta so'z ishlatilsa, masalan, car so'zi qo'llanadigan bo'lsa, tinglovchi ham, mana bu yerdagi tinglovchi ham yoki bo'lmasam gapiruvchi ham ikkalasi bitta narsani tushunadigan bo'lsa, bu yerda biz the car deb qo'llaymiz. Ya'ni chunki tinglovchida bu haqda oldindan bilim bor, yoki hozirgina eslatilgan, yoki o'zi avvaldan unga eslatilgan. Qanaqa holatda bo'ladi? Masalan, men bitta do'stim bilan gaplashdim.
mashina sotadigan bozorga bordik, avtomobil bozoriga bordik. Va ana o'sha yerda bitta mashinani ko'rdik. Masalan, Cobalt avtomobilini, bitta oq Cobalt avtomobiliga minib ko'rdik. Ozgina haydab ko'rdik. Tasavvur qiling. Keyin shu kuni savdomiz pishmadi-da, u olmadik u avtomobilni. Keyin bir necha kundan keyin do'stimga qo'ng'iroq qildim. Men mashinani oldim. O'zbek tilida mashinani deymiz. Keyin do'stim qaysi mashinani tushunadi deb o'ylaysiz? Men o'sha mashinani sotib oldim deydigan bo'lsam, do'stim nimani tushunadi? Do'stim albatta ana shu Cobalt avtomobilini tushunar ekan. Tushunarlimi? Mana shunday holatda biz the article'dan foydalanamiz. Qachon? Agarda tinglovchi va gapiruvchi aynan bitta narsani tushunadigan bo'lsa, aniq bo'ladigan bo'lsa, u predmet, narsa, hodisa va hokazo. Bu the article. Mana the article demak mana shunday holatda qo'llanadi. Va the article'dan keyin sanaladigan ot ham, sanalmaydigan ot ham, sanaladiganni birligi ham, ko'pligi ham. The water bo'lishi mumkin, the car bo'lishi mumkin, the people bo'lishi mumkin, the nations bo'lishi mumkin. Har qanday so'zlar bilan the qo'llanishi mumkin, faqat bitta sharti bor. U ot demak tinglovchi va gapiruvchiga aniq bo'lishi shart va zarur. Bo'lmasa biz uni qo'llay olmaymiz. Tushunarlimi? Bo'lmasa uni qo'llay olmaymiz. Masalan, kimdir haqida oldin gap, masalan, bunday holatda ham qo'llanadi. Agar bitta narsani yangi tanishtirdim, I bought a car dedim. Masalan, I bought a car. Men bitta mashina sotib oldim dedim. Uni shu kontekstda, shu holatda ikkinchi marta yana mashina so'zini ishlatmoqchi bo'lsam yoki shu mashinaga urg'u bermoqchi bo'lsam, men zdan foydalanaman. Nimaga? Chunki ular allaqachon qaysi mashina haqida gapirayotganini biladi. Tushunarlimi? The car is Cobalt deydigan bo'lsam, ya'ni I have bought a car, the car is Cobalt deb qo'llayman. Ikkinchi safarida yana en qo'llamayman endi. En qo'llasam bu grammatik xato bo'ladi. Bu yerda z qo'llashim shart. Chunki tinglovchi allaqachon mashina haqida tushunchaga ega bo'ldi. Tushunarlimi? Shuning uchun o'zbek tiliga zni tarjima qilmaymiz, lekin taxminan shunaqa deb tushunish kerak. Buni o'sha deb, o'sha, boyagi deb tushunadigan bo'lsak yaxshi. Lekin uni doim shunday qilib tarjima qiling demayman. Masalan, men o'zim Xorazmli bo'ladigan bo'lsam, Xorazmchada endi hammangizga bu yangilik bo'lishi mumkin. Xorazmdan tashqaridagilarga yanqi degan so'zimiz bor. Bu shu boyagi, o'sha degan ma'noni bildiradi. Demak, men o'quvchilarga shunaqa qilib tushuntiraman. Agar juda ham qiynalsang, mana shunaqa tarjima qil. Shunda aniq qachon qo'yilishini tushunib olasan mag'zigacha deb aytaman o'quvchilarga. Aniq artikel mana shunaqa holatda qo'llanar ekan. The article'larni yana bir ishlatilish holati bor. Bu qachon? Agarda the article talab qilinadi, ishlatayotgan predmetimiz dunyoda unique bo'ladigan bo'lsa, unique degani o'ziga xos va takrorlanmas degani. Takrorlanmas bo'ladigan bo'lsa, biz bu predmetlar bilan the article'ni qo'llaymiz. Bunga misol qilib, the earth, yer, bu takrorlanmas. The sky, osmon. The sun, quyosh. Yoki bo'lmasam the Taj Mahal. Bu ham takrori yo'q buni ham. Mana shunaqangi predmetlar bilan ham biz the article'ni qo'llar ekanmiz. Endi bu bilan the article cheklanib qolmaydi. The article'ni yana ishlatilish holatlari bor. Buni ham tushuntirib beraman hozir. Yana qanaqa holatda the article qo'llanadi? Xo'p, the article suv inshootlari oldidan qo'llanadi. Suv inshootlari. Suv inshootlari degani bu nima? Okean yoki dengiz, daryo, ko'l va shunaqangi o'xshagan suv havzalari, suv inshootlari bilan qo'llanar ekan. Masalan, the Pacific. Pacific degani bu Tinch okeani. Yoki bo'lmasam the Amazon. Amazon. Bu Amazonka daryosi. Yoki bo'lmasam the Aral Sea deydi. Ya'ni Orol dengizi.
Bular bilan the article qo'llanadi. Yoki bo'lmasam tog' tizmalari bilan, sahrolar nomlari bilan yoki guruh orollari yoki shunaqangi mamlakatlar bor endi. Tarkibida davlat nomiga qo'shimcha states, federation so'zlari qo'shiladi yoki emirate, kingdom so'zlari qo'shiladi yoki bo'lmasam republic so'zi qo'shilishi mumkin yoki davlat nomining oxiri ko'plik bilan s bilan tugaydi. Mana shunaqa holatlarda ham biz the article'ni qo'llar ekanmiz. Demak, nimaga misol keltirmoqchi edim? Sahroga bunda masalan the Sahara so'zi bor. U sahroi kabir. Bularni the articlesiz qo'llaydigan bo'lsak xato bo'ladi. Tushunarlimi? Shunga e'tibor bering. Yoki tog' tizmalariga the Alps, Alp tog'lari. Yoki bo'lmasam guruh orollari nomi the Bahamas, Bagama orollari. The Bahamas, Bagama orollari. Yoki bo'lmasam masalan davlatga juda ham mashhur bitta davlat bor, the USA. Bunda state so'zi bor yoki United so'zlari bor. Mana Amerika so'zidan oldin, davlat nomidan oldin, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari. Shuning uchun biz bu yerda the article qo'llayapmiz. Uzbekistan deydigan bo'lsak qo'llamaymiz. Russia deydigan bo'lsak qo'llamaymiz, lekin Russian Federation deydigan bo'lsak, Federation so'zi ortyapti, ya'ni davlat nomiga ortiqcha so'z bor. Bu yerda the Russian Federation tarzida qo'llanishi kerak ekan. Keyingi holati bo'ladigan bo'lsa, biz the article'ning musiqiy asboblar bilan qo'llanishi. Har qanday musiqiy asbob oldida biz the article'ni qo'llashimiz shart. Masalan, the violin. Violin bu skripka hisoblanadi yoki the piano. Hamma biladigan musiqiy asbob pianino yoki the guitar. Talaffuziga e'tibor bering. The guitar. Va hokazo. Shunaqangi musiqiy asboblar bilan the article'ni qo'llaymiz. Yoki bo'lmasam biz millatlar nomlari oldida yoki bo'lmasam oilalar nomlari, ya'ni oilalar bunaqa bo'ladi, ya'ni familiyaga s qo'shimchasi, ya'ni ko'plik qo'shimchasi qo'shilgan holda qo'llanadi. Bu yerda ham biz the article'dan foydalanamiz. Masalan, bu yerda mana millatlar va oilalar. Masalan, the Chinese, Xitoyliklar degan ma'noda qo'llanadi. Yoki the Italians, the Italians. Yoki bo'lmasam bu yerda endi the Smithlar yoki bo'lmasam the Browns, Brownlar tarzida qo'llanyapti. Mana bu endi familiyalarga nisbatan. Shu holatda ham the article ishlatiladi. Endi bizda keyingi doimiy the article bilan qo'llanadigan birikmalar mavjud. Bu kun qismlari, masalan in the morning, ertalab degani, in the morning yoki in the afternoon, yoki bo'lmasam in the morning, in the evening, in the evening. Mana shu bilan demak the article tugaydi, ya'ni the article ishlatiladigan holatlar mana shular bilan cheklanadi. Endi the article qachon ishlatilmaydi? Nimadir haqida umumiy ma'noda gapiradigan bo'lsak, the article ishlatilmaydi. Ya'ni the article ishlatilmaydigan holatlar ham mavjud. Ya'ni otlarda masalan sherlar, yovvoyi hayvonlar deydigan bo'lsak, umumiy sherlar, barcha sherlar haqida gapiradigan bo'lsak, the ishlatilmaydi. O'zi the qachon ishlatiladi? Masalan, bitta guruh mavjud yoki o'zi butun bir hayvonlar mavjud. Sherlar, mana sher turlari. Shulardan bittasini ajratib mana bunaqa qilib aytish uchun biz the article'dan foydalanamiz o'zi. Ya'ni point qilish uchun, ya'ni mana shunaqa qilib point qilib aytish uchun nimagadir. Agarda biz ular haqida umumiy ma'lumot, ya'ni umumiy qilib gapiradigan bo'lsak, umumiy insonlar deb gapiradigan bo'lsak, bu yerda the article ishlatilmaydi. Keyin inson ismlari bilan, o'zi umuman atoqli otlar bilan the article ishlatilmaydi. Ya'ni inson ismlari, shahar nomlari, davlat nomlari, joy nomlari, ko'cha nomlari va hokazo. Nomlar bilan ishlatilmaydi. Chunki o'zi nomlarning maqsadi o'zi shu narsani boshqa o'z turidan farqlab turish. Ya'ni kimgadir agarda Ali ismi qo'yilsa, u boshqa insonlardan, ya'ni boshqa yigitlardan farqlanib turish uchun ota-onasi unga Ali deb ism qo'yadi. Ya'ni mantiq shu yerda. The article'ning mantiqi ham shu. Ya'ni aniqlashtirib berib, boshqalardan ajratish. Demak, bu yerda endi the article'ga umuman hojat yo'q ekan ko'rganingizdek. Fan nomlari bilan the article ishlatilmaydi. Ya'ni
fan nomlari bilan, masalan, math bo'ldi yoki math deb yozamiz. Bu yerda the artiklini qo'llash mumkin emas. Yoki sport turlari bilan ba'zida o'quvchilar the football yoki the chess deb qo'llashini eshitib qolaman. Doim to'g'rilab beraman, lekin shunda ham negadir they keep making mistakes. Ya'ni bitta xatoni qilishda davomiy bo'lishadi. Lekin siz bunaqa qilmang, sport turlari bilan ham the artikli qo'llanmas ekan. Shu bilan demak, bizni the haqidagi barcha ma'lumotlarimiz yopiladi hozircha. Endi qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, masalan, geografik joy nomlari bilan bo'ladigan bo'lsa, yana gaplashishimiz mumkin, lekin hozircha shular bilan tugatamiz. Endi bitta qo'shimcha bonus sifatida bugungi mavzuyimizga ko'rsatish olmoshlari mavjud. 4 ta ko'rsatish olmoshi bor. Bular this, talaffuziga e'tibor bering. This, that, these va those. Qachon ishlatiladi? This yaqindagi bitta narsaga nisbatan ishlatiladi. Yaqinda turgan bitta narsaga nisbatan ishlatiladi. Mana insonni yaqinida turgan bitta predmetni ko'rsatish uchun bularning hammasini tarjimasi taxminan bu degani. Ya'ni endi bu, bular, ana ular deb tarjima qilinadi, lekin taxminan ko'rsatish uchun qo'llaniladigan olmoshlar, ko'rsatish olmoshlari. Insonni yonida turgan bitta, yaqinida turgan narsaga nisbatan bu deb ishora qilish uchun this degan olmoshdan foydalanadi. Endi insonga uzoqda bo'lgan predmet haqida gapirsa yoki ishora qilayotgan bo'lsa, unda nima qiladi? That degan nimadan, olmoshdan foydalanadi. That is my friend. U mening do'stim. This is my book. Bu mening kitobim. That ana u degan bir ma'noni bildiradi. Endi these bo'ladigan bo'lsa, bu mana tagidagi these bu insonga yoki o'zi inson, hayvon va hokazo yaqinida turgan ko'p narsalarga nisbatan qo'llanadi. Unga yaqin joyda turgan ko'p narsalarni ko'rsatish uchun bular yoki bu narsalar, bu insonlar deydigan bo'lsak, these olmoshidan foydalanamiz. Insonga uzoqda turgan predmetlar, narsalar haqida gapiradigan bo'lsak, biz bu yerda those olmoshidan foydalanar ekanmiz. Tushunarlimi? Those olmoshidan.